Herib charchab uyga kelgan vaqtda hardiq chiqirdigan qimish issiq bir qacha suqashdan boshqasi pekag'u deb o'ylayman. Sizlar ham shunday o'ylamsizlar do'stlar. Necha kun yoqib besib ishlab shunchalik charchab ekanman, o'zimning hardiqini o'zim chiqaraychi deb bir tal kaptani qaynatib sho'rpisini chiqarib, ko'ktatlarni jiy qilib tashlab qo'ymay aytgandim. Ajoyib xo'sh yoqdayjimi? Qaynamsanmiz birlikda ginaylik. Oldi bilan ketarlik materiallarni tayyorlab olamiz. Boshqa go'shtni mushlandek cho'ngroq parchalab olamiz. Undan boshqa qo'shimcha ko'ktatlarga o'zinglarning yoqtirish bo'yicha tayyorlab qo'ysanlar bo'ldi. Men ishlatganlarimni ekranga yozib qo'ydim. Qozonga muvofiq suv qo'yib, boshqa go'shtni sovuq suvga silib, o'tni ichib qaynatamiz. Qaynagandan keyin beshida qarab turib, ko'pikchilarni keyin qayta pokiz suzib elitamiz. Undan keyin bosh piyozni silib, tetig'dek tuz berib atgandan keyin sho'rpining rangining chiroyliroq chiqish uchun 2 ta zapa xamik silib etib, tovoqni tuvan o'tda yarim soat atrofida qaynatib sho'rpisini chiqarib olamiz. Vaqt to'shqandan keyin ko'ktatlarni silib olamiz. Quvvatliroq bo'lsin deb necha ta chilan tashlab atdim. Undan keyin zapa xamikini suzib elitib, tovoqni ko'ktatlar pishqicha 15-20 minut qaynatib olamiz. Undan keyin aldım pishirib olgan no'qut yeşil purchaqlarni birla vaqt silib, cho'pni uzib tashlab qozonga silib olgandan keyin tuz ta'min tetitib, oxirida oshko'ki azroq alqat berib atgandan keyin bir shik aralashtirib tutlam qachaga olsak tayyor bo'ldi. Ishiltayotgan chini qacha qozon qo'mishlarimni bek so'raysizlar do'stlar, hammasi nazifaning har bir mahsulotiga eng yaxshi materiallarni xomashya qilib ishlagan, badanga ziyonsiz sog'lom chiqadimi? Mana hardiq chiqirdigan quvvatli suv qishimizmi birdamda tayyor bo'ldi. Shunchalik o'xshabdi. Sizlar cho'qim bir sinab yiqinglar, uygun oldinglar.